dunyodagi eng sassiq mevani yeb ko'ramiz. Durian dunyodagi eng sassiq meva hisoblanadi, lekin bu odam tanlar ekan, eshitishimizcha, qadar achchiq, kimgadir yoqimli tuyular emish. Sassiqligi uchun mehmonxonaga ish yoki jamoat joyiga ish mumkin emas ekan. Durianimizning narxi 850 baht bo'ldi, olamiz. Mana. Taykosam. Vashi hidi zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Mazali kashaga o'xshaydi, hech qanday sassiq emas. Opa qarang, lekin kimdirlar shu dunyodagi eng sassiq meva deb yomonlashadi. Nimaga bunday deb o'ylaysiz? Yeb ko'rdingiz, o'z fikringizni ayting. Juda ham mazali, juda ham shirin meva. Menga masalan yo'qdi, mana. Boshqalarga ham tavsiya qilasiz? Juda ham mazali. Bunchasini bari yey olmaysiz. Oling, mehmonxonaga olib boramiz. Dugoshimga beraman. Ha, shu yerga yeysiz. Apamga beramiz. Apaji, oling qani? Yeb ko'ring. Yo'q, perchatki. Yeb, yurayim, yo'ribdi.